51 masalani birinchisiga e'tibor beramiz. DNK zanjiridagi nukleotidlar orasidagi masofa 0,134 nanometrga teng. 153 nanometr uzunlikdagi DNK qo'sh zanjirida 12 juft nukleotid deletsiyaga uchragan bo'lsa, avvalgi va mutatsiyaga uchragan DNK fragmentidagi nukleotidlar sonini toping debdi o'quvchilar. 153 nanometr uzunlikda ekan, uni 0,34 ga bo'lsak 450 ta. Demak, DNK'mizning bir tomondagi nukleotidlar soni 450 ta ekan o'quvchilar. Endi 450 ni 2 ga ko'paytirsak 900 ta nukleotid bu DNK'dagi barcha nukleotidlar soni. Endi o'quvchilar, DNK'da 12 juft nukleotid deletsiyaga uchradi. Deletsiya degani DNK'dagi nukleotidlarning bir qismini yo'qolishi. DNK'ning bir zanjirida 450 ta nukleotid bo'lsa, 12 juft nukleotid yo'qolgan bo'lsa, bir tomonidan 12 ta nukleotid ketadi, kamayadi. Demak, undagi nukleotidlar soni 438 ta nukleotid qoladi. DNK'ning bir tomonida 438 ta nukleotid bo'lsa, bir tomonida ikki zanjirda 876 ta nukleotid qoladi. Nukleotid DNK'da mutatsiyaga uchraganidan so'ng. Demak, bu masalaning javobi B javob ekan. 52 masalani biri. Nuklein kislotalar molekulasi nukleotidlar o'zaro fosfodifir bog'lari orqali bog'lanadi. DNK molekulasining ma'lum bir qismida 1380 ta vodorod bog'lari bo'lib, undagi sitozinli nukleotidlar 90 juftni tashkil etadi. Shu DNK bo'lagi asosida transkripsiya jarayonida hosil bo'lgan informatsion RNK molekulasidagi fosfodifir bog'lar sonini toping. Demak, DNK molekulasida vodorod bog'larining umumiy soni 1380 ta ekan o'quvchilar. Sitozin 90 juft. Demak, DNKda sitozin 90 juft bo'lsa, 180 ta. Guaninning soni ham 180 ta bo'ladi o'quvchilar. Endi guanin soni 180 ta bo'lsa, uni 3 ga ko'paytirsak, guanin va sitozin o'rtasidagi vodorod bog'lar chiqadi. Demak, 540 ta vodorod bog'i nimaning o'rtasida? Guanin va sitozin o'rtasida. Bizdagi barcha vodorod bog'lari soni 1380 ta edi. 1380 ta vodorod bog'i bo'lsa, undan guanin va sitozin o'rtasidagi vodorod bog'i 540 ni ayirsak, 840 ta vodorod nimasi? Bog'i. 840 ta vodorod bog'ini 2 ga bo'lsak, 420 ta adenin nukleotidi, 420 ta timin nukleotidi chiqadi o'quvchilar. Endi mana sitozin soni 180 ta, guanin ham shuncha. Adenin soni 420 ta, timin soni ham shuncha. Adenin va guaninlarning umumiy soni 420 ta adeninga qo'shsak 180 ta guanindir. Demak, 600 ta qurgan asoslari bor ekan, yoki DNK molekulasining bir zanjirdagi nukleotidlar soni ham 600 ta. Endi informatsion RNKda ham
nukleotidlar soni denkadagi purin asoslar soniga teng. Demak, 600 ta informatsion RNKda nukleotid bo'lsa, 1 dan ayirsak 599 ta fosfodiefer bog'i bo'ladi informatsion RNK molekulasida. Demak, bu masalaning javobi D javob ekan. 53-masalaning birinchisiga e'tibor beramiz. DNK molekulasi bo'lagi zanjirining uzunligi 459 nanometrga teng. DNK tarkibida bitta nukleotid qoldig'i o'rtacha 345 ga. Masofasi 0.34 ga teng. DNK qo'sh zanjirdagi purin va pirimidin qoldiqlari soni shu DNK asosida sintezlangan informatsion RNK molekulasining og'irligini toping deb o'quvchilar. Demak, 459 nanometr uzunlikdagi DNKni 0.34 ga bo'lish orqali 1350 ta nukleotid DNKni bir tomonida borligini bilib olishimiz mumkin. 1350 ta DNK bir zanjirda nukleotid bo'lsa, 12 ga ko'paytirsak 2700 ta nukleotid. Bu DNKdagi jami nukleotidlar soni o'quvchilar. Shu yerda masalani A sharti chiqadi. Demak, DNKdagi purin va pirimidinlar barcha nukleotid tashkil qiladi. Uni soni 2700 ta ekan. Ushbu DNKdan sintezlangan informatsion RNKning og'irligi qanchadir o'quvchilar? Informatsion RNK dagi nukleotidlar DNKning bir zanjirdagi nukleotidlar soniga teng. Demak, 1350 ta nukleotidni 345 daltondan hisoblaymiz. Shunda 465.750 dalton bo'ladi. Demak, B shartda javobi 465.750. Bu masalaning javobi A javob ekan. Ellik 4-masalaga ham to'xtalamiz. Ikkita DNK molekulasining tarkibida nukleotidlarning soni 1000 ta ekan o'quvchilar. Demak, birinchi DNK molekulasi bor ekan, ikkinchi DNK molekulasi bor ekan. Birinchi DNK molekulasidagi nukleotidlarning umumiy sonini X bilan, ikkinchi DNK molekulasidagi nukleotidlarning umumiy sonini Y bilan belgilab olsam, bizda X plus Y dagi umumiy nukleotidlar soni nechaga teng bo'ladi? 1000 ga. Birinchi DNK molekulasi nukleotidlarda 25% adenindan iborat ekan. Adenin necha foiz ekan? 25%. Adenin 25% bo'lsa, guanin ham 25% tashkil qiladi. Adenin 25% bo'lsa, timin ham 25%, guanin sitazin ham 25% dan qoladi. Ikkinchi DNK molekulasida 20% timin bor ekan, o'quvchilar. Demak, 20% timin bo'lsa, unda adenin ham 20%. Guanin soni 30%. Adenin timinga teng, guanin sitozin soniga teng. Endi ikkala DNKda guanin nukleotidlarining yig'indisi 270 ta ekan. Demak, birinchi DNKda nukleotidlarni X deb oldik-a. Uni 25% guaninli nukleotid bo'lsa, demak 0.25 X qismi bo'ladi. Tushunyapsizmi? Demak, birinchi DNKda nukleotidlarni X deb olsak, uni 0.25 X qismi guanin bo'ladi.
ikkinchi denkadagi nukleotidlarni Y deb oldik. Ya o'quvchilar, uni guanini 30% ekan. Demak, buni 0,3 Y qismi guaninga teng bo'lsa, 270 ta nima ekan? Guanin. Endi mana shu tenglamani yetsak, X va Y da denkadagi nukleotidlar soni chiqadi. Pastdagi nukleotidlar sonini 4 ga ko'paytiramiz. 0,25x bo'lsa, 4 ga ko'paytirsak x. Demak, 0,3 ni ko'paytirsak 1,2 y. 274 ga ko'paytirsak 1080 mana. Endi mana bu x bilan pastdagi x qisqarib ketadi. 1,2 y dan y ayrilsa 0,2 y. 1080 dan 1000 ketsa demak 80. Y ni qiymati 400. Demak 0,2 1 ga nisbatan 5 marotaba kichik son, to'g'rimi? 80 dan 5 marotaba katta son topsak, demak bu 400. Endi x ni qiymati-chi? X ni qiymati mana umumiy 1000 ta bo'lsa, y 400 bo'lsa, x-chi 600 ta. Bu yerda x birinchi denkadagi nukleotidlar soni, y ikkinchi denkadagi nukleotidlarning soni. Birinchi denkada nechta vodorod bog'i bor deb o'quvchilar? Birinchi denkamizning nukleotidlari necha edi? 600 edi. 600 ta nima edi? Nukleotid. Plus birinchi denkamiz 25% guaninni, to'g'rimi? Demak 600 ni 0,25 qismini qo'shib qo'ysak, undagi vodorod bog'lari chiqadi. 600 ni 4 dan biri 150, 600 ga qo'shsak 750 ta vodorod bog'i bor ekan. Demak, birinchi denkada. Bu masalaning javobi javob ekan. Masalani birinchisiga e'tibor beramiz. Hujayrada teskari transkripsiya fermenti yordamida informatsion RNKdan DNK sintezlandi. Hosil bo'lgan DNK molekulasida sitozinli nukleotidlar jami monomerlarning 35% ni, RNKda esa sitozinli monomerlar jami nukleotidlarning 55% ni tashkil qiladi. Shu RNK zanjiridagi guaninli nukleotidlar necha foizni tashkil qiladi debda. Teskari transkripsiyada bir zanjirli informatsion RNKdan DNK sintezlanadi. Bizga ma'lum bo'layotgani, DNK molekulasida sitozinli nukleotidlar jami monomerlarning 35% ni. Pastga yozaman o'quvchilar, sitozinlar 35% ekan. RNKda esa sitozinli monomerlar jami nukleotidlarning 55% ni tashkil qiladi. Demak 55% o'quvchilar. RNKda sitozinli nukleotidlar 55% bo'lsa, guaninli nukleotidlar ham 55% bo'ladi. Lekin DNKdagi barcha nukleotidlarni emas, o'z zanjiridagi nukleotidlarning 55% ni tashkil qiladi. Uni qarshisidagi sitozin ham o'z zanjiridagi nukleotidlarning 55% ni tashkil qiladi. Demak, bu yerda 55% sitozin bo'lsa, DNKning birinchi zanjirida ham qanchadir foizda nima bo'lgan? Sitozin bo'lgan, to'g'rimi? Endi hozirgi holatda DNKmizning bir tomoni alohida 100% nukleotidlarni beradi, ikkinchi tomoni ham 100% nukleotidlarni beradi, 200% bo'lib qoladi. Shuning uchun x ga plus ikkinchi zanjirdagi 55% ni qo'shib 2 ga bo'lganimizda, ya'ni DNKda
200% nukleotit bor-da, to'g'rimi? Teng yarmiga bo'lganimizda u o'rtacha 35%danga to'g'ri kelish kerak. Xuddi shuni ishlaydigan bo'lsak, 2 ni 35 ko'paytirsak 7, x plus 55. Xuddi shu holatda x ning qiymati necha ekan? 15. Demak, bu yerda 15%, nukleotit bo'lganda, bu yerda ham 15% nukleotit bo'lganda 15% sitozinga, ikkinchi zanjirda 55% sitozin birgalikda 70%, o'rtachasiga bo'lsak 35% sitozin to'g'ri kelardi. Bizni masalamizda shu RNK zanjirda guaninli nukleotidlar necha foiz deyapti? Demak, bu yerda sitozin 15% bo'lsa, guanin ham necha foiz bo'ladi? 15% bo'ladi. Bu masalaning javobi B javob ekan. 56-masalani birinchisi. Adenin nukleotidlari 37,5% ni tashkil qilgan denka fragment tarkibidagi vodorod bog'lar soni fosfodifir bog'larning sonidan 80 taga ko'p bo'lsa, shu denka tarkibidagi guanin va sitozin nukleotidlari orasidagi vodorod bog'lar sonini toping debdi o'quvchilar. Demak, denkani chizib olamiz. Unda adenin va timin, unaqa guanin va sitozin nukleotidlari bor. Adenin 37,5% ni tashkil qilsa, guanin 12,5% ni tashkil etadi. Endi vodorod bog'lari va fosfodifir bog'larini farqi nechtaga teng ekan o'quvchilar? 80 taga. Demak, jam vodorod bog'laridan denkadagi fosfodifir bog'larini ayiradigan bo'lsak, guanin plus necha chiqadi? 2 chiqadi. To'g'rimi? Vodorod bog'laridan nukleotidlarni ayirsak nima chiqardi? Guanin chiqardi. Fosfodifir bog'lari nukleotidlar sonidan 2 ta kamligi uchun vodorod bog'idan fosfodifir bog'ini ayirsak, guanin plus nechaga to'g'ri kelar ekan? 2 ga. Bizda hozir xuddi shu holatda vodorod bog'i va fosfodifir bog'laridan 80 taga ko'p bo'lsa, guaninning soni bizning masalamizda necha teng ekan? 78 ga. Mana bu qismi 80 ga to'g'ri kelyapti. Guanin nechaga teng bo'ladi? 78 ta. 78 ga. 78 ta guanin hozirgi holatda 12,5% ga to'g'ri kelyapti. 12,5%. Adeninda soni 37,5%. Demak, adeninda topadigan bo'lsak, nechaga to'g'ri keladi? 3 marotaba katta bo'lsa, 234 ta nima bo'lgan? Adenin. 234 ta adenin. Endi shu denka tarkibidagi guanin va sitozin nukleotidlari orasidagi vodorod bog'lar sonini toping debdi o'quvchilar. Guanin o'zi 78 ta. 78 ta guanin bo'lsa, uni o'rtasida nechta vodorod bog'i bor? 3 tadan vodorod bog'i bor. Demak, bu ham 234 ta vodorod bog'i bor ekan. Demak, bu masalaning javobi S javob ekan. Tushunarli bo'ldimi? Nukleotitlari sitozin nukleotitlariga nisbati 1 ga 1,4. Mazkur fragmentda guanin nukleotidlar sonini aniqlang debdi o'quvchilar. Demak, adenin, uni qarshisida timin. Guanin, uni qarshisida nima ekan? Sitozin bor ekan, 600 ta pirimidin asosi bo'lsa, denkani pirimidin asoslari bular 600 ta. Denkani purin asosi ham nechta? 600 ta.
Ushbu denka molekulamizda jami qancha nukleotid bor? 1200 ta. Timin va sitozin nisbati berilyapti o'quvchilar. Timinda nisbatini x deb olsak, sitozin nisbati unga nisbatan 1,4 x ekan. X ga 1,4 x qo'shsak 2,4 x. Bizdagi 2,4 x purian asoslarning umumiy, pirimidin asoslarning umumiy soni 600 ta. Shu yerda x ning qiymati nechaga teng bo'ladi? 250 ga teng bo'ladi. Demak, bizda timin nukleotidlarining soni 250 ekan, sitozin soni unga nisbatan 1,4 marta ko'p. Ya'ni 350 ga teng. Timin 250 ta, sitozin 350 ta. Biz masalada so'ralayotgan guanin nukleotidlari soni sitozin nukleotidlar soniga doimo teng bo'ladi. Demak, bu masalaning javobi D javobi ekan. 58-masalaga ham e'tibor beramiz. Noma'lum uzunlikdagi ikkita denka fragmentlari mavjud. Birinchi denka fragmenti ikkinchi denka fragmentidan 1,5 marotaba uzun. Demak, bu yerda denka ikkita ekan, birinchi denka va ikkinchi denka. Birinchi denkani uzunligini 1,5x deb olsak, ikkinchi denkani uzunligi x bo'ladi. To'g'rimi? Demak, ikkinchi denka fragmentidan birinchi denka uzunligi 1,5 marta uzun ekanda, ikkinchi denkani x deb olsak, birinchi denkani 1,5x. Agar ikkinchi denka fragmentiga komplementarlik asosida adenindan 60 ta, guanindan 25 tasi ulansa, o'quvchilar, adenindan 60 ta ulansa, uni qarshisida albatta timin bo'ladi. U ham 60 ta bo'ladi. Guanindan nechta ulanyapti? 25 ta. Guanindan 25 ta ulansa, uni qarshisida albatta nima ulanadi? Sitozin ham ulanadi 25 ta. Xuddi shu holatda tenglash uchun jami nechta nukleotid kerak bo'lar ekan? 170 ta, to'g'rimi? Demak, 120, 50, 170. Demak, 1,5x nukleotidlar soniga, mana bu x nukleotidlar soni tenglash uchun 170 ta nukleotid yetmayapti. Demak, 1,5x dan x ayirib yuborsak, qanchaga teng? 0,5 x ga farq bor. Bizdagi shu 0,5 x farq 170 ga teng ekan. Shunda x ning qiymati necha bo'ladi? 340. 340. Bu degani birinchi denkamizdan nukleotidlar soni x edi, to'g'rimi? 340 ta nukleotidi bor edi. Ikkinchi denkamiz 340 deydi. Birinchi denkamiz unga nisbatan 1,5 marotaba ko'p. Ya'ni 510 ta edi. To'g'rimi? Mana bu 170 tani, mana bu 340 talikka qo'shsak, bu ham 510 ga nima bo'lib qoladi? Tenglashib qoladi. Birinchi denka fragmentining uzunligini aniqlang debdi o'quvchilar. Birinchi denka fragmentida 510 ta nukleotid bor ekan. Uni bir zanjirdagi nukleotidlar nechta bo'ladi? 255 ta. O'rtasidagi masofa 0,34 nanometrdan. Ko'paytiradigan bo'lsak 86,7 nanometr. Demak, B javob ekan bu masalaning javobi. Fragmentida 510 ta nukleotid bor ekan. Uni bir zanjirdagi nukleotidlar nechta bo'ladi?
255 ta. O'rtasidagi masofa 0.34 nanometrdan. Ko'paytiradigan bo'lsak 86.7 nanometr. Demak, B javob ekan bu masalaning javobi. 59-masalani birinchisi. Denka fragmentining tarkibida jami 882 ta vodorod bog'i mavjud. Adenin va timin orasidagi vodorod bog'i guanin va sitazin orasidagi vodorod bog'lariga nisbati 1 ga 2.5. Demak, adenin va timin, guanin va sitozin o'rtasidagi vodorod bog'i X ga plus 2.5x ekan. Demak, xuddi shuni soni 882 teng ekan. Tushunyapsizmi shuni? Adenin va timin o'rtasidagi vodorod bog'ini X deb oldim. Unga nisbatan 2,5 marta ko'p ekan. Guanin sitazin o'rtasidagi vodorod bog'i 2,5x. Bularni barchasini umumiy soni 882. 3.5x imiz 882 ga teng ekan. X qiymati nechaga teng bo'ladi? 252 ga. Bu degani adenin va timin o'rtasida 252 ta vodorod bog'i bor. Uni 2 ga bo'lsak 126 ta nima bor? Adenin bor va 126 ta timin bor. 2,5x ga teng ekan guanin sitazin o'rtasidagi vodorod bog'i. 2,5 ni 252 ga ko'paytirsam 630 ta vodorod bog'i bor ekan. Nimani o'rtasida? Guanin va sitazin o'rtasida. 630 ni 3 ga bo'lsam 210 ta nima bor? Guanin. Vergül 210 ta nima ham bor? Sitozin ham bor. Adenin va guaninlarning umumiy yig'indisi 126 ta adeninga 210 ta nima? Guanin. 336 ta nima bo'ldi? Purin asosan. Denkaning yarmi. Agar shu denka tarkibidagi nukleotidlarda 4 dan biri mutatsiyaga uchrab, 336 ta purin asoslari bo'lsa, uni 2 ga ko'paytirsak, jami nukleotid chiqadi. 672 ta nima bor ekan? Nukleotid bor ekan. 4 dan biri mutatsiyaga uchragan bo'lsa, uni qanchasi qoladi? 4 dan 3 qoladi. To'g'rimi o'quvchilar? Demak, 672 ni 3 taqsim 4 qismi yoki 75% qoladi. Demak, 504 ta nukleotid qoldi. Demak, bu masalaning javobi C javob ekan. Tushundingmi? 672 tasi 4 qismga 3 qismi qanchaga to'g'ri keladi desangiz ham xuddi shu holat bo'ladi, to'g'rimi? 4 dan biri mutatsiyaga uchradi degani 4 dan 3i qoldi degani. 672 ni 75% ham 504 ga teng bo'ladi. 60-masalani birinchisi. Birinchi denkada 750 ta, ikkinchi denkada 1100 ta nukleotid bor. Demak, birinchi denka, ikkinchi denka. Birinchi denkadagi nukleotid 750 ta ekan. Ikkinchisida 1100 ta ekan. Birinchi denkadagi purin asoslarining soni guanin va sitazin nukleotidlar sonidan 1.25 marta ko'p.
Demak, birinchi denkada yozib olaman. Purin. Nimadan ko'p ekan? Guanin plus sitozindan necha marotaba ko'p? 1,25 marotaba. Demak, ushbu tenglik amalga oshishi uchun guanin va sitozin sonini 1,25 ga ko'paytirsak, purin, guanin va sitozinlar soni 20 bo'ladi, shunda tenglashadi. Mana 1,25 hisobiga. Endi bizda nima ma'lum? Purin ma'lum, to'g'rimi? Denkani purin qismi ma'lum. Uning purin qismi qanchaga teng? Yarmiga. 375 ga teng, to'g'rimi? Guanin va sitozinning umumiy sonini x deb olsam 1,25 ga. Shunda x ning qiymati nechaga teng bo'ladi? 300 ga teng. Mana bu topilayotgan 300 soni guanin va sitozinning umumiy soni, to'g'rimi? Demak, guanin 100 nechaga teng? 50 ga. Sitozin ham 150 ga teng birinchi denkada. Birinchi denkada purin 375 da bo'lsa, guanin 150 da bo'lsa, adenin ham chiqaveradimi? 375 dan 150 da ayirsak 225 da. Timin ham 225 da. Endi ikkinchi denkaga ham to'xtaymiz. Ikkinchi denkada adenin nukleotidlari soni pirimidin asoslarini sonidan 2,75 marta kam. Ikkinchi denkada mana pirimidin adenindan. Adeninda oldiga nechini qo'ysam tenglashar ekan? 2,75 da. Ikkinchi denkada pirimidin asosi ma'lum. U nechta? 550 da. Adenin sonini x deb oladigan bo'lsam 2,75 x. Shunda x ning soni necha? 200. Demak, mana bu 200 chiqayotgan son adenin soni, to'g'rimi? Pirimidin asoslari 550 dedi, to'g'rimi? Guanin nechta qoladi? 350 da. Adenin va guanin purin tashkil qiladi. Purinlar nimaga teng? Pirimidinga. Timin sitozinni ham topib qo'yaylik. Timin 200, sitozin ham 350. Mana bu pirimidin deyotgani timin va sitozin. Endi sharti ikkita ekan. Birinchi va ikkinchi denkadagi adenin va timin nukleotidlarining orasidagi vodorod bog'i. Birinchi denkada adenin 225 da, ikkinchi denkada 200 da. 225 daga 200 da. Birgalikda 425 da. O'rtasidagi bog' ikkitadan. 425 ni 2 ko'paytirsam 850 ta vodorod bog'i adenin bilan nimani o'rtasida? Timinda. B'sida ikkinchi denkadagi guanin va sitozin nukleotidlarini soni debdi o'quvchilar. 350 ta guanin, 350 ta sitozin bo'lsa, u 700 taga teng. Bu masalaning javobi A javob ekan.